muş orunlu bizni cem buluşukta şerait hazırlap vergen bizni muş hizmetke muvaffak kılan Cenab-ı Allah'a hamd etişiren. Demek ki bizim muş orunlu cem buluşumuz nurgun tosalgulağa duş geliş arkalıp tosalgulağını yenip ötkendiğin kin varlık yaratkan bir mesele. Yeni bir içinarlık mesele, ben bunu kayıs gün içiliş yığındım o da büttüm. Korlu'daki 12 yaşlık Mirzait Amalı'nın öldürülüş vakası. Bunu tutup 20 insla tutup gittim Kur'an kürsüden. 21 insla onun ölügünü ailesi birlikte grup sokap. Bu balının alıkadaki 5'i yerilgan iken. Anısının degen haberde beqeninden bir tüşük varmış, onu opak tıkıp koyaptı, kanı akıp duramış. Bunu sakçılar haber kılıp bu balını şunda Ürümçi'de ya koruldu mu kadaki dereceden balkonun düşüp gitip ölgende kümüsler de mecbur kümge septi. Yani bu balının dadısı Mekke'de yaşaydı. 10 yılın biri şöyle yaşavatığılık. Bu dadısının amanlılar degenin. Pasport meselesi de taatkan cepa musibetleri, kapılıkları az emez. 12 yılın biri bir gün rahat uxlagan adam emez bu. Muş pasport kapılıkı da. Nurgun kıyınlıp, pasportunu, jatam oğlunu besip, özgertip, yuyup, öçürep, kımıgan işleri kamıgan. Endi yakında bir neçe yoptu, Türk nüfusu çıkıp iş bulalım. Bu vaka oldu yüzbedi. Bu vaka yüzbegen killam, endi bunu naitti halkırada meyli erkin asiyası olsun, bizde olsun ve dünya Uygur kurultayısı olsun, cık bir istismar kılışka tirişkan hareket kıgan. Derhal bununla hareket kılıp, dadısıyla alakalaşıp kıgan bolsumu, şu dadısı boğan insan hazır kadar bu balının bir normal kimlik küçükken resimini belki olmalı. Mirzait Amanlı'nın hazır kadar hiç kanda teşvikat sahasında resmi yok. Bu alenki onun dadısı Mekke'de var. Onun hatta teşvikat sahasıga boğan ceryanını normal bir şekilde boğan ahvalını aynen anlığını normal bir rivayetçi anlayan kıssını anlayan bir hikaye şekilde sözler peştinme üzün tartılır. Bu bir facia. Bunun ne digülük? Endi bu derecede kıyınılıp, zulüm çekip, balısı 12 yaş kirgen, 11 yıl daha kürenmegen balısını bu şundan urup öldürürse, bunun karta üzünün bir kişilik hayatı, ya ki vatandaki ailesinin bir haterliki digen bir mücmel vehime teşviş bilen bunu teşvikat sahasının düşürüşü nihayet pek geçinarlık bir facia. Bu yalnız üzülen tumaydı bu. Yani o insan akıl bulmagallık bu. Ama bu insan üzünün balısını mahrum kaldı bu derecede. Ama şu insan şu teşvikatka şu balısının bir normal resmini beğenmegellik için bala ölüp tügüdü. Dada siyasi cihetten, ictimai cihetten tamamen üzünü veyran kıldı, yukattı. Yani hazır ben birkaç sorunlu da şu vakadın kinlam başkalarının ağzını anlayma şunda toylu da sorunlu da şu dadısını bazı kişiler ayet kabih satıllah olan tıllab sökep ahanet kılıp eziyet kılıvatıdandı. Yani şu meselede. Yani onu biz histaşlık kılayıl desek adamın ahvali şu. Yani birgi tılayıl desek biz onda başkalarını sökeşini tılaşını öğrenmeklik. Yani normal insan onun muamele kılışta ma insanın balısını zalim düşman urup öldürüp emez. O unutup kalıp dadısının kılan hareketleri hem de
insanı seskendirdiğin bir ahvalda bulawatydy. Endi bu hakikaten oylanışga tegishlik muhim mesele. Hebon ötüp giteyli. Endi kileyli bu Arap Baharı'daki teşvikat meselesi ve onun üstüne. Tunis'te başlanğan teşvikat deyişip ötkendek Muhammed bu Azizi'nin üzüne ot koyuvagallığı ve bu teşvikat sahaları keng takalgallığı Tunis inqilabının başlanışı ve mustabid hakimiyetinin yıkılışına sebep olan bir ahval. Ama şu jarayonda takriben bir ay, 2 aylık jarayonda teşvikat qanchalik rol oynaganligini biz ko'ryapmiz. Xususan Qatar'daki El Cezire kanalı şu günden başlap teşvikatga alaydı küçep bütün üzünün muhbirlerini maxfi halda urunlaştırıp hiç kim bilmeydiğen şundaq kameralarını maxfi halda urunlaştırıp bevasıta canlılık çekip dünyaya taqitip qilgan ahval o Tunis hakimiyeti Bin Ali yıkılıp keçip boğandan keyin yeni hükümet kurulup boğandan keyin şu inqilabda rol algan muhbirlarning ixtiyari muhbirlar tolusu şundaq bazı özünün şəxsi tarafidan özünün şəxsi puluğu satıb algan kameralarda ahvalını canlıq edip onu Cezire'ge başkanlığı evetip qilgan ahvalını şu adamların üzerine ekilip sözleşiyotydy. Yani muşu bir inqilabning g'alaba qilish uchun shundaq o'zligidan muxbirlikqa, o'zligidan bu ahvolni tushuntirishga dunyoga anglitishga harakat qilib qilganlar. Shuning ichida nurg'un odamlar qiyin hayotidan ayrilgan, qo'llaridan ayrilgan shu muxbirlik qilganlar. Shu masala o'tirg'i chiqdi. Undan keyin Misrdagi Mubarak hakimiyetining yiqilishi ve bunun da şu Tahrir Azatlık Meydanı degan meydanda davamlaşkan 13 günlük dramatik vakalar ve şu vakalarınki halkaraga canlıq şekilde bevasıta televizor arkalık birleşi. Endi Mübarek hakimiyetinin ne kadar mustabid ekanligi şu vaqtning o'zida teşvikatını kontrol qilganligi vaqa Azatlık Meydanında neçe 100 bin adam keç gündüz namayış qilib turvatsımı hükümetinin resmi kanalları boğan televizor kanalları, radyolar xuddi hech bo'lmagandek. Bular bir o'shum qalaymakançılık payda qiladigan guruh o'xshash ko'rsatib qilayotgan bo'lsa-mu, amaliy maydonni ko'rsatganligi. Buningdimi shu Jazira, BBC, CNN shuna o'xshagan nurg'un kanallarningki qaysi usulda qiynalgan, qaysi usulda japa chekkanliklarini ko'rsatyapti. Endi bu Azatlık Meydanı'ndaki vakalar en muhim halkılık meselesi bu Azatlık Meydanı'nda Vakatil Cemal deb şunda bir vaka ötken şunundan. Böyle kadar Mübarek'nin adamları Arap şunu deyişli Arapça baltacıya deydiken şunda urkes çaparmenler. Şurada tüge atlığı minip namayışçılığına oturup kirip kollarda bıçak, xencer palto şuradan kelgen urup haqını qoqtumuz deb qilgan ahvallar. Şuningdan da Cezire'nin muhbirleri nəhayət qiyin ahvalda olsa-mu, şundaq bazı adamlar şu nimaga har xil eski chapalını kiyip çip tilini üzüge yögep yeydigan yemeklerini tatip elip daraxtlarning tepsiga chiqib deb Azatlık Meydanı etrafidagi ondan keyin etrafdagi kona binalarning ichiga kirib künü şöyle kameranı tutup oturup kamera elip şunu biri atkanlıklarını gösteriyordu. Endi şu Mısır inqilabı şunu tez g'alaba qildi. Ama g'alaba qilishda inqilabning g'alaba qilishida xalq namoyishi %50% kuch teşkil qildi desa, teşviqat şu televizor ve bo'lgan vaqani ayni jarayonni dunyoga anglitishning o'zi yine %50% kuch qo'shgan endi. Bu derecede kuch tanfonligi acaba neçe 100 bin adam o'tirdi, neçe ming adam o'lgan, nurg'un ishlar bo'lgan. Bu bir 50% teşkil qilsa, nəhayət az bir chiqim bilan oddiy bir
tirishchanlik bilan bo'lgan bir kuch tanpoqini saqlay olgan bo'lsa, albatta bu tashviqotning naqadar muhim ekanligini bilib olamiz. Haqiqatan bu bir misol va as-silah al-i'lam silahun fattak degan arabcha. Tashviqot degan xuddi qirg'uch qurol. Qirg'uch qurolni biz tushunchimizda atom bombasi deymiz. Atom bombasining naqadar kuchi borligini hamma odam ma'lumliq. Tunji qitim etilgan atom Hiroshima, Nagasakiga etilgan, hozir qadar uning ta'siri tugamagan. Tashviqotmi shuni o'xshashlam atom bombasiga o'xshash ta'sir qiladi endi. Biz bu ta'sir qiladigan bu ahvoldan foydalanishimiz lozim. Endi bu tashviqot masalasida hozir to'g'ri bizning vatandan bo'layotgan tashviqotlar haqidagi ba'zi organlar oylik, yillik raporlarni yozayotdi. Buningda nurg'un masalada yozilgan raporlar faktsiz, dalil isbotsiz bo'layotganlar. Bundaq bo'lsa bunun jiq bir ahamiyati olmay qoladi. Har qanday masalada, xususan bu tashviqot masalasida biz eng muhim masala şu vaqa sodir bo'lgan jarayon, o vaqa sodir bo'lgan vaqadagi ziyonga uchragan vaqalikning ismlar, aynı vaqtida onun resimleri, ko'rinishlari, bu masalaga diqqat qilishimiz lozim. Haqiqatan bu bizdagi ojizlik nuqtalarimiz, shuni qilolmayapmiz. Endi bu tashviqotning haqiqat muhim ekanligi ma'lumlik, buni qayta desak munim bo'ladi. Ammo biz buni boshqalarga anglitishda boshda degandek til masalasi, undan keyin mayli har qanday bir voqea bo'lsa, buni darhol shu vaqtning o'zida biz ig'iz rivoyati bilan anglasaqmi uni, anglaganlar uni yezib olib qisqacha xabar shaklida bo'lsa-mi, her xil tilda tarjima qilib Uyg'urcha, Arabcha, Inglizcha, Turkcha taqdirgan bo'lsak, yoki tunigan biz ko'rgan Facebook, Twitter va torbatlar orqali taqalsa, bunun cho'ng roli bor. Bu yerda deydigan bir masala haqiqiy ixlos bilan, samimiyat bilan, ras haqiqat asosida yozilgan bir cümle söz yoki bir bad mektup ya makale shunday bir tashviqot vasitasi orqali tarqaydi ekan, mayli tor olsun, nimalar olsun, bu qo'ldan qo'lga o'tib necha minglagan, necha 10 minglagan, 100 ming odam anglaydi. Bu tarixda qoladi. Ammo bizning bu o'ltirgan qarindoshlarimiz to'zimiz diniy sohadagi qarindoshlar bo'lg'achqa, haliqidek qalamga yozish qiziq ahamiyat bermaymiz, so'zlash qiziq ahamiyat beramiz. Ammo bu to'g'ri, hozir biz o'tirib so'zlashyapmiz. Aramizdagi sonimiz ya 80 ya 100 ga yetadi. Ammo bu yerda so'zlangan so'zlar qalam orqali qog'oz yuziga tushsa, bu yaxshi shaklda tahrirlanib tarqaydigan bo'lsa, bu so'zlangan so'z necha million insonga ketadi. Bu asosda biz Makkada yashayotganlar va Istanbulda yashayotganlar va aramizda ko'p o'qigan, bilganlar va shunday ahvolni yozishga va qalam kuchimizni ishlatishga tirishmayapmiz. Bu bizdagi ojizlik nuqtalari. Valanki buni foydalansak bo'lar edi. Endi bu aynı ahval bizning bu masala biraz gaplarim çeşitli ketib qoldi o'g'ay. Biraz nima qilaylik yana. Endi hozir chet elda yashayotganlarimizning qilish tegishli muhim ishlarimizni aytib ko'p. Uningdan hamda bir tajribadan o'tgan bir masala. Biz endi haliqidek chet elda yashayotganlar o'zimizni gerçi vatanimiz mustamlikada bo'lsa-mu, bir Sharqiy Turkistonga vakillik qiladigan insonlar chet eldagilar. Biz o'zimizni xuddi Sharqiy Turkistonning o'zimiz yashayotgan davlatlardagi Turkistonning balki diplomatlari, elchisi, davlatning elchisi sifatida o'zimizni his qilsak,
şu asasda muamele kılsak buludandı. Bunun için biz şu turvatkan devletildeki bütün organlarla alakamızı yaxşılasak, bunun da bizden kılgan bir tecrübemiz, bu bizden burun başkalar kılıvatkan tecrübeyle Türkistan dostları degen bir düşünce oturğa çıkan. Bunu elke Nedve'de ötken yılmı degen gepler bu. Türkistan kişiliki de bir kişilik ötkezgen. Şu kişilikki yığılgan bir 100'den artık adam yığılıp diken. Bu yığılganlarının köpüncüsü iş adamları, alımlar, çoğun ticaretçiler yığılgan. Şu yığılganlarga kağıt takıtıp biz ularning telefon numaraları ve e-mail adreslerini algan. Şunun bilan bu şu yığın katnaşkanlar Türkistan qarindaşları, Türkistan dostları atılıp şularning e-maillerine bizning sekreter balava Arap yüzü. O şu Türkistan alakalı her kandak bir haber, makale yazılsa derhal onu yolup ekilip torundan ya ki nesin şu Türkistan'ın dostlarına evet edendi. Ketidi o bir ayız adamga. Bunun neticesi de nurgun biz hem manevi cihetten davаны anlatalaydı kendimiz, hem maddi cihetten bizdeki bir her xil plan, proje, yardım, her narsege ihtiyacımız olsa o adamlarning qishiga basak, ular hiç işkilenmesden bizning davayımızga qo'ldan kelishcha yordam qiladi ekan. Aynı ahval mening bilishimcha Shveysariyada hozir Shveysariya parlamenti bilan Uyg'ur Shveysariya do'stlik jamiyati qurilgan. Shunga o'xshagan boshqa davlatlarda bu ahval. Ama bunu texmo jallandırsak, hareketlendirsek jiq foydasi bor. Bunun da bu ılık bayatını biz naştıdı dostumuzdan deyişip öttük. Doktor Necip Kilani degen bir yazgıçının Mısırlık Türkistan kişileri degen bir kitap yazılgan. Bu kitap Arap dünyasında keng tarqalgan ekan. Bu roman, hususan ılıqdek yaş ösmirlerinin oquşluqi üçün qilingan kitap. Muşu Türkistan keçileri degen kitapni okugan her kandak bir ösmirning aqlida şu dünyada bir Türkistan degen bir zeminning borligi, u yerda musulmonlar aziyat chekayotganligi, xo'rlanayotganligi, her taraflik meseleler o'tirg'i chiqib insonning qalbida qoladigan ekan. Şu kitapni okugan insanlardan birisi 8 yaşımda okugan deydi Mekke'de. Şunu 8 yaşında okuptu, unutup gitipti. 1-2-3 yıl oldu, haremde ömrü kılıp bu adam. Oltursa bizning bir Uyg'ur bilan bir Malaysiyalık mı, Indonesiyalık bir yaş bala külüşüp çaqchaqlashib o'ltirganini ko'ribdi. Ko'rib bu hayron qilib, endi bizning Uyg'urning shaklimiz ya Türk'e ya İranlık o'xshaydi endi. Avla Java şekli biraz Xitoyga yaqinroq. Bu ikki millatni bir ekegan kuch nima deb bo'ldi, sizlar kim, nima odamlardan kelgan deb so'g'is kelib so'rasa birisi men Sharqiy Turkistondan degandikin, darhol o odamning aqliga 8 yoshida o'qigan Turkiston keçileri kelibdilar. Şu men o'qigan kitobdagi Turkiston mushu o'xshaydi deb o qiziqib onu gap so'rashga boshlaydi. Shunda qilib endi xulasa bu adam Türkistan uchun o'zining hayotini atib o'tadi hozir. O adamki ish adamı aslında qo'lida liqidek sekreter bo'lib ishlaydiganmi, onun sekreteri var adamning her türlü ishlarga. Şu o işlerini tashlab, yine şirketini tashlab, keç gündüz Türkistan deb nurg'un ishlarni qiladi. Vaqti kelsa chet ellarga safar qiladi. Vaqti kelsa Riyozdan Makkaga keladi, Jiddaga boradi. Kechidasi kecha, gündüz. En ahirda o adam aytadi ekanki, men Türkistan uchun, Sharqiy Turkiston uchun hem hizmetçi, hem tazılıkçı, hem nimadan lisanlardan men hayatımı Türkistan'a atıvattım. Bu ne? Men Kabe'de Allah'ın aldıda üzemge qasam qilib aytdim ki, ey Allah, men hayatımın kalan kısmını Sharqiy Turkiston uchun
ataşqa nisb qilgin deb duo qilib qiptikan. O bo'lmasa anaki yeshi bizlardek mendan bir yaş cho'ng bo'lishi mumkin. Ya'ni yeshi 50 dan oshmagan odam. Shu darajada harakat qilib, mushu amdalikdek bizning eng oddiy bir masaladami o'zimizning kim bo'lganligimizni haqiqiy samimiyat bilan boshqalarga anglata olsak, shundoq Turkistonning do'stlarini ko'paytirishimiz va nurg'un ishlarni qilishimiz mumkin. Eng oxirgi bu masalada Turkiston do'stlarini tepish masalasida bir kishi bilan men bir normal munosabatim bor edi. Bu Arab dunyosida tunilgan bir torbeti hozir Lujayniyat degan. Bu Lujayniyat degan torbeti hali mashhur torbeti ekan. Buning igisi bilan qurg'uvchisi bilan tunishdi ekan. Meni tunishtirgan bo'ldi. Biz so'zlashgan bo'ldik. O Turkistonni faqat hayotda anglab boqmagan odam ekan. Valanki bir torbetni qurib, nurg'un ishlarni qilayotgan. Hozir bu Suriya inqilobiga cho'ng kuch chiqarayotgan. Şu adam bir 5 minutlik jarayonni angladi. Onunkin iliqidek bazı torbetlerinin linklerini öğretip bergen bulduk. Son özü şu Lujayniyat degan torbetide Unutulgan Türkistan degan mavzu astida bir rapor dokulat tayyorlab taqibdi. Bu xili cho'ng ta'sir qo'zg'abdi. Bu iliqidek ba'zi cho'ng amirlar bilan cho'ng yerlar aloqasi bor odam ekan. U shu tayyorlagan maqolasining ta'siri xili cho'ng bir g'ulg'ul qo'zg'abdi shuning orasida. Bu masala biz ahamiyat bermasak diqqat qilmagan bir masala ekan. Acaba bizning fikrimizni qechib ekan bu degan bir ta'sir qo'zg'agan bir ahvol bor. Demak biz qo'limizdan keladigan ishlarni qilsak oz ko'p demay tashviqotga beriladigan bo'lsak ko'p foydalimiz. Endi to'g'ri bizning da'voda nurg'un to'salg'ular bor. Xususan Xitoy hokimiyatining vatan ichida qilayotgan zulmlari yetmay bizni chet ellardami qo'g'layotadimdi. Nega bo'lsak oldimizda bor. Xuddi iliqidek yingnas qo'yadigan bir gap bor. Ko'zimizga bilan chiqib qolsa uni yingni esib qo'yilgan. Shu yingnas-quning o'zi bo'lib yuribotadimdi oldimizda. Nega bo'lsak. Eng oxirgi misolda menda shu Liviyadagi Qazzafi hokimiyati yiqilishga bir necha kun qolgan vaqtidami endi Xitoy hokimiyati Qazzafini bütün imkoniyat bilan qo'llagan. Qurol, pul, hamma narsani berib ta'minlab yiqilmasligi uchun. Ammo yiqilishga bir necha kun qolgan vaqtida Xitoy bilan Liviya o'tirdi bir kelishim imzolanibdi. Bu iliqidek og'iz xabari qanchalik rost yolg'onligini bilmayman, ammo Liviya Qazzafi Xitoyga bütün imkoniyat bilan neft bilan ta'minlaydigan. Ammo shu kelishimning o'rtasida Xitoy hokimiyati Qazzafiga shuni shart qo'yibdi-ki, sen agar bu inqilob g'alaba qilib ishlar nima sening inqilobni mag'lub qilib hokimiyatni yana mingayveradigan bo'lsang, birla shart sen Sharqiy Turkiston da'vosi uchun hech qanday yordam qilmaysan degan shartni qo'yib ma'qullashibdi ekan. Valanki bu Liviya hayotida Liviyaga Uyg'urim berib baqqan Sharqiy Turkiston da'vosini anlatib baqqan bir yer emas endi u. Shundoq bo'lsa-mu kelgusi uchun o'zining bir plan hazırlab şu bizning oldimizni to'sash uchun shu Qazzafi bilanmi shu shartnomani imzolagan. Yani o Qazzafi bilan imzolagan shartnoma albatta boshqa islom dunyosi, arab dunyosi va boshqa hamma yer bilan imzolanadi. Bu cho'qim bir masala. Ammo bu imzolangan bu imzolni har xil usul bilan to'xtatib qo'yish, uni jansizlashtirish, kechiktirish hammasi mushu bizning tashviqotga va mushu asosda biz davoni boshqalarga anglatishdiki rolimizga, imkoniyatimizga va boshqalarni bizning qaysi usulda harakat qilishimizga, davo nerdan nagacha berayotganligi, bizning
davada başkalarının mesuliyetinin nima ekanligini ularga biz tushuntiralsak, bu mesele o Xitoy degandek bo'lmaydi hech qachon. Nurg'un masalalar bor, misollar bulayotgan, mush Turkiyadagi ahvollarnimi Xitoy bilan shuncha yaqinlashdi, nima desakmi, yana bizning mushu ishlarga ruxsat qilinishi, namoyishlarning ruxsat qilinishi va nurg'un ishlarga imkoniyatning berilishi bu hamma yerda dushmanning Xitoyning degini bo'lmaydiganligining dalili. Bu yerda shu haqiqatan biz chet elda yashayotganlarimizdagi Xapilik Mirzoyit Amonullohning hikoyasi bilan yana bir narsa aqlim kelyotdi. Bu namoyish masalalari endi. Haliqidek hech narsadan boshqa shu Turkiyada desak, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning soni intayin ko'p. Eng oxirgi qitim bu men va boshqalarga o'xshagan Türk vatandaşlığını olgan Uyg'urlarning sonimi 4-5 mingni oshdi meningcha. Ammo Sharqiy Turkiston masalasida yoki har qanday bir voqeada namoyish bo'ladigan bo'lsa, namoyishga chiqadigan insonlarning soni bek cheklik, az, o'nlab, balki yuzlab. Bu ahvol haqiqatan biz yolg'iz biz emas, bizga yordam qilayotgan mushu davlatni, mushu davlatdagi insonlarni, millatlarni, bizdan boshqa millatlarni numusdan o'zini qo'yg'ili yetolmay qoladigan bir ahvol yetkazib qo'ydi endi. Men bu millatga, bu millatning davosiga yordam qilyapsam, xizmat qilyapsam, nurg'un ishlarni planlayapsam, sen o'zingning davoyingga, nurg'un masalalaringda, qilgan namoyishlaringda tuzuk 100 odam, 200 odam chiqolmasang, bu qanday qilib sening oqingda sana bir ishonchi qilib Sharqiy Turkiston davosi bor edi, buningga biz yordamchi bo'lamiz, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, har jihatdan deb o'tirg'i chiqishga ularda ishonchi qanday turadi? Bu haqiqatan o'ylanadigan masala. Agar mayli namoyish qilayli, namoyishda shu biz yashayotgan davlatdagi Uyg'urlarning, bu Turkiyada bor bu imkoniyat. Başka Arap dünyasında yok, başka yerde yok, başka yerde bundan köp insanlar mı yok? Ama şu Türkiye'de boğan iken imkaniyetli hemisi var. Bu yer turup, şundak bir ammevi namayişlarda bizden sanımızdan ait bekçeklik buluşu, bu biz milletinin yüz karısı değişki bulu dendi. Bunun için elbette millet bu meseleden ait köp oyunluşuk dikişlik muhim meselelerden birisi. Yana elqidek bu davan anlatışta bo'lsa imkoniyat bo'lsa, mushu Turkiyada manda hech olmasa her kuni bo'lmasimi haftada mushu gazetilda köşe yazar deydi o Türkçe. Türkiston meselesida shundaq mayl qaysi gazetda bo'lsin, qaysi narsada bo'lsin, gazetlarda bir maqolalar yozilib tursa, bo'lgan ahvollarni yaxshi bo'ladi. Ammo bu bir bo'shliq bo'layotdi. Bu shunga maxsus o'zini ataydigan, tirishadigan odamlar bo'lish kerak. O'z vaqtida haliqidek bir mezgil Mehmet bin Hazret yozgan kunlik bir narsa. Ama to'xtab qolgan. Ammo endi u maxsus falanib ustaniga oid ishlar emas bu. Her zamanda xususan mushu yangi yetishib chiqqan o'quvchilar, Türkiye'de o'qiyotgan o'quvchilar, o'qishib bitirganlar bu mas'uliyatni ustiga elish va shuni o'xshagan bir davoni jonliq mangdirish uchun, xalq fikri, jamoat fikri to'plash uchun her kuni bu tusi bo'ladigan ishlar. Endi gap so'zli bek uzrab ketyapti. Xulasa qilsak yana bir masala var endi. Davomli qilqidek Sharqiy Turkiston meselesinde meyli ilmi cihetin bolsun, siyasi cihetin bolsun, izlenivatkan, hareket kılıvatkanlarının tolusunu chet ellikle asaslık salmakını gellavatıdı. Hususen bu meyli tetkikat, araştırma işleri bolsun, meyli başka siyasi cihetin bolsun. Mesela hazır vaziyette dünyada
o'ttir hesap bilan her 15 günde bir Şarkı Türkistan'a alakalı bir kitap materyal çıkır iken dünyanın nerede olsa her 15 günde az degende ama her günü digidek dünya nerede olsun nurgun makaleler yazıldı ama şunun tolusunu chet ellikler kılıdandı ama bu meseleki karta chet ellikler kaç çıkısın ola bizning vatanning amaliy ahvolini uning ichki sirlarini yaxshi bilmaydi. Yaxshi bilmaganligi uchun yozilayotgan materiallar gerçi Türkistan meselesi davasıga aloqaliq, Uyg'ur davasıga aloqaliq, tarixiga aloqaliq, madaniyatiga aloqaliq, iqtisodiga aloqaliq bo'lsa-mu, ammo bizning haqiqiy arzu armonlarimizni aks ettiradigan, bizning haqiqatimizni oshkorlaydigan maqolalar bo'lmasdan, kitoblar bo'lmasdan bizning zihnimizga, ziddimizga, menfaatimizga zid keladigan narsalarni yoziladi. Şunun için bu boşluklarni elbette bizning to'ldirishimiz, xususan chet elda o'qigan o'quvchilar imkoniyatning biricha mushu taxassuslarini, tanlagan temalarini Sharqiy Turkiston davosiga, tarixiga, iqtisodiga, urf-odati, madaniyati, İslam dünyasıga, insaniyet dünyasıga qo'shgan töhfeleri ve şu temalarni ko'rdigan asosida yozilsa, albatta bu bizga foydali bo'ladi. Haqiqatan bizning davoyimiz uzun muddatli davo. Düşman naydi ko'p, cho'ng. San jihatdan hech narsa to'g'ri kelmaydi. Kuch jihatdan hech narsa to'g'ri kelmaydi. Buning uchun biz uzun muddatli nefesimizni naydi uzun qo'yib, sabrchanlik bilan yaxshi harakat qilishga to'g'ri keladi. Bunda ekan davoga har qachon o'zi ega chiqmasa, boshqalar ega bo'lgan bilan, qancha tirishgan bilan bekor. Hatto chet eldagilar, chet ellik tashkilotlarmi qancha qilaylik, vatanning ichida harakat jonlanmasa, voqea bo'lmasa, ahvol bo'lmasa, yana chet eldagi davolar jiq kuch ega bo'lolmaydi endi. Shuning uchun bu masalada bizni sabrchanlik bilan etrafliq bir sistemli holda harakat qilishimiz lozim va shu asosda eng muhim bo'lgan masala bizning davoni anglitishda tashviqotning ne kadar muhimligini bir qadar tushungan bo'ldik. Vaqtni jiq olib qo'ydim. Hammalarga ko'p rahmat. Asli bu masalada jiq bir tayyorlik bilan oldinlarga kelishim lozim edi. Tayyorliksiz bo'lib qolg'achqa so'zlarim taqqa-tuquratsiz bo'lib qoldi. Shunda bo'lsa-mu, hammalarga ko'p rahmat va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.